Toshkentda uylar tayyor mebellangan holatda, ba'zilar remontlangan holatda, ba'zilar remont ham qilinmagan holatda topshiriladi. Aynan shu holatda Dubayda qanday holatda bo'ladi? Xo'p, Dubayda ikki holatda bo'ladi. Birinchisi uyingiz to'liq bitgan, hech qanaqa remont qilishga ehtiyoji yo'q. Oshxona jihozlari, texnikalari, misol uchun men o'zim ham Toshkentda uy oldim. Ijaraga berayotgan paytimda muzlatkich olib ber dedi, muzlatgich olib berdim. Keyin yana shunga o'xshagan texnikalar, kir yuvadigan mashina olib ber dedi. Shunga o'xshagan texnikalar olib berdim. Va keyin ijaraga qo'ydim. Bu yerda esa shu texnikalar, ya'ni oshxona jihozlari, kir yuvadigan mashina, muzlatgichlar hamma narsa bo'ladi. Yumshoq mebellarni o'zingiz xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi kompaniyalar esa yumshoq mebellarni ham beradi va shunchaki kirib, telefon yoki kompyuteringiz bilan kirib yashashga tayyor holatda berishadi. Ya'ni mebellangan va tayyor holatda yoki yumshoq mebelsiz, u ham tayyor holatda. Parkovkalar bu yerda alohida sotilmaydi. Bitta uy oldingizmi, alohida parkovka qo'shimcha beriladi. Demak, uy sotib olsak, o'zimizga alohida parkovka beriladi. Ba'zi kompaniyalar to'liq mebellangan holatda topshiriladi. Ya'ni bu jihatdan ancha yaxshi ekan.